Assalamu alaikum Ferhat. Bugün yalnız Kanada'daki Uygurlar için emas, dünyadaki bütün halkımız, vatandaşı, sırtadaki Şarkı Türkistanlıklar için tarihi bir gün. Dünyadaki 192 devlet içinde tuncu katım Kanada Federal Parlamento'nun kişilik hukuk komiteti vatanımızdaki halkımızdan bir şekilde içinişlik zulüm ve tragediyalarını milli kırgınçılık deb resmi atıdı ve Kanada hükümetinden Uygurlarına bir şekilde bu balayı afetini milli kırgınçılık deb ataşını ve şu boyunca muamele kılıp keraklik tedbirlerini ilişini. Şunakla Kanada'nın bu meseleni dünyadaki Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka halkaralık organlarga bu meselelerini ilip verip dünyanın hareket keltirişini. Ve şundakla Kanada'da mevcut olan bütün siyasi vasıtalardan faydalanıp bu Uygurlarning milli kırgınçılığı sebep olan Xitay emeldarlarını cezalaşını. Şundakla Kanada'daki ve dünyanın başka yerdeki panalanğıcı Uygurlarga yardım kılışını. Bolup mu Kanada kelip panalanğan tehi kesellik sebebi bilen yoki başka sebepler bilen işleri tehi bitmegen qarindoshlarımızga alayda favqulodda bir yol içip bu qarindoshlarning Kanadadagi iltimosinin en chaqqan suratda hal bo'lish uchun bir mexanizmi qurishni. Anadaki Kanadadagi Uygurlar ve Kanadadagi siyasi faaliyetçilerini Xitayning har xil bo'zaq qilishidan qo'g'dashni. Ve shundaqla şu bizning vatanimizdan Kanada kelgan Uygurlarning kul o'rnida ishlatilishidan ishlab chiqarilgan bütün mahsulotlarni tekshirishni. Buni tekshirishga maxsus organ bekitishni. Bu xil Uygurlarning kulluq emgigi natijasida Kanadaga kelgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga va bu mahsulotlarni Kanadaga kelgan shirkatlarning mas'uliyatini surishtirib qilishni. Anadan keyin Kanadaning yuqori texnikalik va texnik shirkatlarining bizning Sharqiy Turkistondagi har xil nazorat qilish va Uygurlarni ta'qibga oladigan Xitoyning o'sha texnik shirkatlariga ular bilan savdo qilishiga, ularga mal sotishiga nisbatan Kanada hukumatining hushyor bo'lish, buning bir belgilama chiqarishi. Shuning o'xshash Uygurlar uzundan buyon Kanada devletiga bu davarimizni anglatganda o'tirib qo'ygan talablarining hammasini o'ziga olgan nayt yaxshi bir qaror e'lon qildi. Albatta bu qaror yalnız Kanada uchun emas, dunyodagi nurg'un g'arb davlatlari uchunmi favqulodda muhim. Çünkü birinci qadamni besish, birinci bo'lib o'tirg'i chiqish yomon tez. Kanada birinci qadamni bosdi. Endi başka devletlermi bu Kanada baskan bu birinci qadamdan keyin buningga ergishidi deb o'ylayman. Çünkü nurg'un davlatlar mushundaq birisining birinci bo'lib mush qadamni besishini kutib turgan davlatlar hali bor. Endi bu munosabat bilan Kanadadagi Uygurlarga ko'ngil bilgan barliq siyosiy yo'llarga, parlament a'zolariga, Uygurlarning do'stlarga eng oliy hurmatimizni va minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla 3-4 aydan buyon shu Kanadaning har qaysi joylarida Uygurlarning beshi kelgan mush zulmni milliy qirg'inchilik deb e'tirof qilish uchun mechit, cherkov va ko'cha savdo sotiq markazlarigacha berib imzo to'plagan Kanadaning har qaysi yani şimal g'arbiy qirg'ig'idan sharqiy qirg'ig'igacha bo'lgan butun shaharlarda yashaydigan kanadalik Uyg'ur qarindoshlar va boshqa qarindosh tashkilotlarga alohida bu g'ayratlar uchun rahmat aytamiz. Albatta yolg'iz imzo to'plash bilan ish bitmadi. Bu masalada ikki qatim Kanada parlamentida shu 7-yanvar 20-21 kuni 13 soat davom qilgan ikki qatimlik isbot berish yig'ini o'tkazildi. Bu isbot berish yig'inida dunyoning har qaysi yerdan kelgan mutaxassislar, qonun mutaxassislari, guvohchilar, lager shohidlari va siyosiy faoliyatchilar Kanada hukumatidan dal bugun chiqargan qarorni talab qilgan edi. Ondan keyin parlament a'zolari bilan bir telefon qilishib, mushularga keyindan suylab chiqishlar bo'ldi. Eng oxirida bizning kuchimiz yetarli bo'lmay qolsa deb Kanada bo'yicha
Yahudi ve Hristiyan, hatta Budist teşkilatlarının çoğun teşkilatlarla alakalı 120'den artık teşkilatının imzası bilen Kanada Westminster'a xat yollandı. Muşu bütün gayretlerinin neticesi de bugün bu karar elan kılındı. Bu kararın elan kılınışının da asanğı toxtamadı. Bugün ettigen saat 10'dan 10:20'gacha elan kılındı degan karar 12'lerge kep kaldı. Çünkü aralıkta Kanada, yani Ottawa, mındaqcha aytganda Ottawa'daki siyasi kazan xelibek kaynadı diyeleymen. Çünkü her taraftan besim keldi komitetga. Bundaq bir Uyg'urlarning meselesini milliy qirg'inchilik deb atagandan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari, anadagi Xitoy bilan hozirgi tijorat qilayotgan cho'ng bankalar, sigorta shirkatlari, Xitoyning bu yerda belgilik nupusi, bularning bu yerdagi lobby kuchli hammasi parlamentga besim ve her xil yo'llar bilan bularning bu qaroridan yondirishga jiq tirishchanlik bo'ldi. Lekin vaqtida shuni puxta qilganimiz uchun karar aldın ala berilip boğun için ve bu kararının mezmunu allaqachon yezilib boğun için endi bu kararını o'zgartish için bütün imza qo'ygan millat vakillerinin qaytadan razılığının her birisinin ayrım razılığının şart boğun için bu şart orunlanmay asildagi tekstde o'zgarmay, mezmun o'zgarmay shu bo'yicha chiqdi. Agar bo'lmagan bo'lsa, balkim bugun bu kararının tekstide bazı özgürüş bo'lishi mumkindir. Çünkü parlamentga bu yerdagi har xil Xitoy parast bo'lmasimi, Xitoydan manfaat olayotgan, Xitoy bilan tijorat qilgan yoki Xitoyga mablag' silib yoki Xitoyning mablag'idan foydalanib ishlayotgan xili cho'ng tijoratlar va Xitoyning belgilik nupusi bor. Shuning uchun bundan keyin boshqa davlat qarindoshlarning bo'shashmasligini merkez dikkatini bir yerga merkezleştirip oldu bilen bir milletvekilinden başlap bir timidan başlap hammaga tang eslavanmay o'z turayotgan davlatlarda birdan bir milletvekilleri bilan ayrim aloqa qilib boshqa tashkilotlar bilan aloqa qilib xat yozish har jihatdan barliq qo'limizdan keladigan tirishchanlikni ko'rsatsak, demak natija chiqadiganligi mana Kanadaning tajribasidan mana mandab chiqib turdi. Shunlashqa gerçi Uyg'urlarning bu kelgan zulmni Kanada milliy qirg'inchilik yoki genocide deb atadi deb xo'sh bo'ladigan ish emas, ammo hech bo'lmasa bu genocide deb atash bilan tang bu 1948-yildagi milliy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlatlar bu imzoni qo'ygandan keyin agar dunyoning har qanday yerda bir genocide, ya'ni milliy qirg'inchilik yuz bergan bo'lsa, ya yuz berish oldida tug'an bo'lsa, buni to'sash va buning oldini olishdan iborat qonuniy javobgarlikka ega. Bu yerdagi masala yolg'iz Uyg'urlarning bu kelgan zulmni milliy qirg'inchilik deb atashlam emas. Atagandan keyin undan keyin keladigan qonuniy mas'uliyat davlatlarning zimmasiga tushadi. Shunlashqa jiq davlatlar dunyoning ko'p yerda bo'lgan ig'ir fojialarni oldirab milliy qirg'inchilik yoki genocide deb atamaydi. Ammo bo'shashmaslik kerak. Kanadadagi tirishchanlik boshqa davlatlarga ulgu bo'lish kerak. Buni Yevropa davlatlaridan qilib oldi. Muhit hozir uyg'un, muvofiq biraz tirishchanlik qilsak, ishni to'g'ri yo'ldan olib borsak, bütün qarindoshlarımızdan xuddi Kanadada safarbar bo'lganki safarbar bo'lsa, boshqa qarindosh tashkilotlarni markazlantirsak, menimcha dunyoning boshqa joylaridami bu xil qarorlarni og'izish va shu orqali Xitoyni texim yetim qoldirish, Xitoyning bundan keyin xalqaradagi davlatlar bilan bo'lgan munosabati, diplomatik munosabati, tijorati, bori keldisi hammasiga Xitoyning peshoynasiga milliy qirg'inchilik ilib borgan davlat degan tamg'o besilgandan keyin Xitoyning butun narsaga ta'sir qiladi. Mana bu bizning vazifamiz. Xitoyni biz dal shunday qonuniy yo'llar bilan va xalqarada bizga mavjud bo'lgan shunday sharoitlardan to'liq foydalanib, dal shunday yo'l bilan diplomatiya, qonun va boshqa o'zimizning do'stlarining himoyasini qo'l keltirib, shunday yengishimiz kerak. Shunlashqa Kanadada qarindoshlarga rahmat, boshqa dunyodagi boshqa qarindoshlar uchun bir ilhom va shundaqla boshqa davlatlar uchunmi Kanada bir ulgu yaratib berdi va boshqa davlatlardan shunday qarorlar chiqishini kutamiz. Ko'p rahmat.